Bu yil siz yo'qotmaysiz, siz qayta tug'ilasiz. 2026-yil sizni sinamaydi. U sizdan faqat bitta narsani so'raydi. Endi o'zingiz bo'lishga jur'at bormi? 2026-yilda Chayon burji vakillari hayoti tubdan o'zgaradi. Lekin bu o'zgarish tashqaridan emas, ichingizdan boshlanadi. Chayon burji vakillari uchun 2026-yil hayotda ortga qarab yurilmaydigan, qat'iy qarorlar qabul qilinadigan davr sifatida boshlanadi. Go'yo siz yonib turgan ko'prikdan ikkilanmasdan o'tayotgandek bo'lasiz. Ortga qaytish yo'q, faqat oldinga harakat bor. Endi vaqti kelgach barcha narsalar, eski bog'liqliklar, majburiyatlar, ichki shubhalar va og'ir fikrlar asta-sekin o'z kuchini yo'qotadi va hayotingizdan chiqib ketadi. Eng qulay davrlar may, avgust va noyabr oylari. Bu oylar muhim qarorlar, keskin burilishlar va shaxsiy yutuqlar bilan esda qoladi. 2026-yilda sevgi siz uchun chin haqiqatni anglatadi. Siz faqat shunchaki yomon emas yoki baribir barqaror kabi munosabatlarga rozi bo'lmaysiz. Sizga o'zingizni tirik his qiladigan, samimiy va haqiqiy inson kerak va aynan shunday odamlar sizga tortila boshlaydi. Bu yil moliya poydevorini mustahkamlash yili bo'ladi. Eski qarzlar yopiladi. Ortiqcha majburiyatlardan qutulasiz va pul siz uchun ishlaydigan tizimga aylanadi. Daromad barqarorlashadi agar siz o'zingizning haqiqiy qiymatingizni talab qila boshlasangiz. Do'stlar, kanalimizni kuzatishda davom eting. Qo'llab-quvvatlab obuna bo'ling.